Xudo xolasa himikatlarimizni ham solish birinma-ketgida ketyapti nasib bo'lsa. Quyish jarayonlarini ko'rsatish harakatini qilamiz hozir. Xudo xolasa mana rastvorlarimiz ham basti tayyor bo'ldi hisobda. Ketdi. Rastvorimiz ketdi xudo xolasa mana. Qolipimizga quyildi, qolipimizdan mana yamalmagan. Umuman hech qayerdan oqish degan narsa yo'q xudo xolasa. Qolipga suv quyilmaydi. Qolip rastvor quyish uchun, ya'niki gazoblo quyish uchun qolip ishlab chiqariladi. Xudo xolasa mana bir tomchi oqdi degan narsasi yo'q yonidan. Umuman rastvorimiz tushdi. Mana xudo xolasa asha mana shu mishalkamizdan chiqqan rastvorimiz shu darajaga chiqib pishib chiqdi. Ko'rishlar mumkin. Pishgandan xudo xolasa. Kunimiz havomiz issiqligi va suvlarimiz, simikatlarimiz issiqligini hisobiga